Jadidlar o'zbek xalqining uyg'onishi, ma'rifati va taraqqiyoti yo'lida fidokorona xizmat qilgan buyuk zotlardir. Zulmatni yoritgan, ziyolar sochgan, ilmu ma'rifatga quchog'in ochgan, bilim ziyo deya jonidan kechgan, fidokor, najotkor aziz jadidlar. Ma'rifat bayrog'in baland tutdilar, maktablar ochdilar, ham o'qitdilar. Vatanni ulug'lab, she'rlar bitdilar. Jasorati yuksak, ulug' jadidlar. Har so'zida haqiqat, har so'zda orzu, ilm deb, yurtim deb sochdilar yog'du. Ular xotirasi yashaydi mangu, mangulik qasrini qurgan jadidlar.